Hammaga salom. Kanal a'zolari. Bizda bugun kichkina obzor, ya'ni PlayStation 4 ga disk olgandim. Yetib keldi. Hozir buni ochib raspakovka qilamiz. Video yoqsa like bosing, kanalga a'zo bo'lib qo'ying, kommentariyaga savollaringiz bo'lsa yozib keting. Hadi biz başladık. İhtiyat bulup açamıyoruz. Hani bular deyince bunlardan ağaçta bir hareket var. Bizde birinchi o'yin Tom Clancy's Rainbow Six Siege. To'liq komplekt. İdeal holatda. Bizda keyingi o'yin Star Wars Battlefront 2 Elite Trooper Deluxe Edition. İdeal holatda. Звездные войны hamma bilsa kerak. Hop, bizda Infamous Second Son, Второй Сын. Eksklyuziv PlayStation 4 uchun. Ajoyib o'yin, disk ham ajoyib holatda, ideal. Hop, ruscha til bor bunda. Gran Turismo Sport. Ну, ozroq sarapinkalari bor ekan. Ну, не страшно. Outriders. O'ylab ko'rmagan ekanman, to'g'risi. Square Enix. Menimcha juda yaxshi o'yin bo'lsa kerak. Hamma bilgan Одни из нас. Обновленная версия. Bunda lekin ruscha yo'q, tili inglizcha. Bizda so'nggi o'yin Star Wars Jedi Fallen Order. Звездные войны Павший ордер. Adashmasam shunaqa. Demak, bizda ruscha tili bor. Rусский язык полностью озвучкалari bilan, subtitrlari bilan. Disk idealniy holatda va bizda mana shu bugungi obzorimiz mana shulardan iborat bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlarga ulashing. Kanalga a'zo bo'lib ketinglar. Kommentariyaga savollaringiz bo'lsa yozib ketinglar yoki mana bu Telegram lichkam murojaat qilaverasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.